Malibu'ning egasi, xafa bo'lsangiz ham birat ko'rsataman. Katta xolingiz uyda yurganingiz yo'q. Mashinada yosh bolalar bor edi. Qotgan situatsiyani qarang. Endi mashinaning nomerini ko'ramiz. Nexus 3 mashinasi bilan Malibu mashinasini poyga o'ynashi matematikaga ham to'g'ri kelmaydi-da. Kuppa kunduz sizlardan boshqa ham yo'lda odam bor. Mashinada yosh bola bor edi. Men bu Malibu bilan Nexus 3 chi poyga o'ynayotgandagi holatini qaranglar. Nexus 3 chi bunaqa holatga tushishiga sabab hozir Malibu bilan poyga o'ynayotgani sababi bo'ldi. Malibuni ham ko'rasizlar mana. O'zbekistonda islomiy bank faoliyatini joriy qilishga qaratilgan o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasining qonun loyihasi bilan tanishtirib o'tsam. Mazkur qonun loyihasi muhtaram Prezidentimizning 2023-yil 5-sentyabrdagi 292-son qarori hamda 24-yil 30-avgustdagi 132-son farmoni ijrosini ta'minlash maqsadida xorijiy va mahalliy ekspertlar ko'magida ishlab chiqildi. Ma'lumki, islomiy moliyada pulni ma'lum bir muddatga qo'shimcha haq to'lash evaziga qarzga berish, islom dinida ruxsat etilmagan faoliyatlarni moliyalashtirish, shartnomalarda haddan ziyod noaniqliklar yo'l qo'yish kabilar taqiqlangan bo'lib, bunday taqiqlarni amal qilinishi doimiy nazorat qilinishi lozim. Shu sababli o'z faoliyatida islomiy moliya standartlariga muvofiqlikni ta'minlash maqsadida islomiy banklarda zarur bilim va tajribaga ega mutaxassislardan tashkil topgan islomiy moliya kengashi, islomiy moliya bo'limi va islomiy moliya auditi faoliyatini yo'lga qo'yish kerak. Shuningdek, islomiy moliyada savdo va sherikchilik moliyalashtirishning asosiy usullari hisoblanadi. Biroq banklar va bank faoliyati to'g'risidagi qonunning 7-moddasiga ko'ra, banklarning bevosita savdo faoliyati bilan shug'ullanishga yuridik shaxslarni tashkil etishi yoki ularning ustav kapitalida qatnashishi taqiqlar mavjud. Bundan tashqari, soliq kodeksiga asosan tovarlarni realizatsiya qilish bo'yicha aylanma, qo'shilgan qiymat solig'i obyekti hisoblanishi, savdo orqali amalga oshirilgan islomiy moliya xizmatlarining an'anaviy moliya xizmatlariga nisbatan qimmat bo'lishiga sabab bo'ladi. Shu sababli O'zbekistonda to'laqonli islomiy bank faoliyatini yo'lga qo'yish, qonunchilikdagi cheklovlarni olib tashlash bilan bir qatorda islomiy bank faoliyatining institutsional asoslarini ham Andijonlik akaxonlar, shetdamizlar, sizlarga zo'r yangi xush xabarim bor. Sizlarga yoqishi aniq. Yadiyaning bepul xizmat ko'rsatish aksiyasi yaqinda boshlanadi. Sizda 2 talik yoki 3 talik g'ildirakli skuteringiz bo'lsa, birinchidan qat'iy nazar qatnashishingiz mumkin. Ko'pchilik so'ragan 1,5 kiloligi hamda 1 kilolik sotuvimiz. В Узбекистане у меня вчера отключили электричество прямо во время работы. Просто взял и погас свет. Ну, думаю, авария какая-то, сейчас, наверное, починят. Звоню соседу, а у него все работает. Оказывается, это у меня закончились деньги на балансе. Но погодите, на каком балансе? Это же не мобильный интернет. Приходит счет, я должен за него заплатить. Оказывается, здесь вот так. Есть баланс, и если вдруг на нем закончились деньги, электричество отключают в тот же день. То есть в России можно было несколько месяцев не платить, и приходили только уведомления и угрозы отключения, но свет все равно работал. А здесь через приложение пополнил баланс электричества, и через пару минут все заработало. Честное слово, как в мобильный интернет. Salom. Sizning Chiroyli narsalarni ko'rsam, o'z doim sizlarga ilinaman. Mana shu reys ko'rib turgan hammaga mashina narsalar. Bundan zo'rlarini nasib qilsin ilohim. Kamida shunaqasi nasib qilsin. Range Rover Autobiography. Mana shunaqa mashina olish uchun nima ish qilish kerak? Halolidan Allohdan so'rab. Menimcha aka ham jumaga kelgan. Mashinani zo'ri.
hammaga nasib qilsin. Kimga shunaqa moshinani ilinsangiz, kimga tilasangiz, shu odamga mana shu videoni tashlab qo'ying. Chiroyli. Встал быстро. Что он делает? Что он делает? Человек молится. Что он делает? Так а что он народ пугает? Он пугает народ. Он народ пугает. Человек спросил, ты что лезешь? Мужчина! Уйди, он молится, подошел. И что он молится? Пусть молится у себя дома. Иди отсюда. Че он у себя дома не молится? Пошел отсюда. Мужчина! Уйди нахер отсюда, я тебе сказала. Пошел отсюда. Че вы, блин? Молится, еще раз тебе Он говорю. людей... Извините, просто у нас молитву нельзя прерывать. Да, я ничего не нарушил. Просто я, да. Да, все, спасибо вам. Извините. Все нормально. Kuz va qish mavsumida Более 1 миллиона трудовых мигрантов из Индии приедут в Россию, заявил глава Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин. Конечно, нам привычнее, если бы это были наши соседи из союзных республик. Многие из них учились здесь и знают язык. Пока у нас нет опыта работы с указанной группой стран, но наши предприятия крайне заинтересованы в партнерстве, а значит организуют все необходимое. Ну что ж, дорогие россияне, таджики вам не нравились, узбеки вам не нравятся, киргизы вам не нравятся, азербайджанцев вы не любите. Ну, теперь готовьтесь, 1 миллион индусов. Это не мало 1 миллион. Так что учите хинди, или как минимум английский, который вы тоже знаете плохо. Потому что никто из них не будет изучать русский язык. Да, это не азербайджанцы, не таджики, не киргизы, не узбеки, которые кто-то хорошо, кто-то плохо, но все пытались говорить с вами на вашем языке. Индусы этого делать не будут, тем более 1 миллион. Так что учите хинди, учите английский, открывайте индийские рестораны, запасайтесь специями. И да, ни в коем случае не пытайтесь разделить мясо коровы на глазах у индусов. Так что вас ждет очень интересное будущее, очень интересные деньги. И вторая новость, которой я хотел бы поделиться. В рамках продолжающегося мирного процесса между Азербайджанской республикой и Республикой Армения 10 июля, то есть завтра, в Абу-Даби, это Объединенные Арабские Эмираты, состоится двухсторонняя встреча между президентом Азербайджана Ильхам Алиевым и премьер-министром Армении Николом. Mana shu chizuvlarni chizib ketgani uchun bet endi platniy parkovka. Tasavvur qiling, bir 37 yildan beri bitta mahallada turasizda, kimdir uyingiz oldiga kelyapti-da, har doim mashinangizni qo'yib, pista chaqib gaplashib turadigan joyingizga shunday mana shunaqa polosalarni chizib ketyapti-da, platniy qilib qo'yapti. Bu qanaqa tushunish kerak? Bu davlatning yeri, bu xalqning yeri, hammaga tegishli bo'lgan joyi shunday kelyapti-da. Mana shunday polosalarni chizyapti-da, na kamerasi bor. O'z znak qo'yapti, ayoqda, bu yoqda znak qo'yapti-da. Iras pulli parkovka qilib qo'yapti. Bu qanchalik haqiqatga to'g'ri keladi, birodarlar? Nima qilish kerak yana? G'alati emasmi? Bilmaganlar uchun ma'lumot o'rnida aytib o'tib ketaman, 5000 tekin ekan. Bu parkovkadan aslan jabr ko'radiganlar mana magazin, xozyaystinniy, mana do'kon, mana market, ayoqda lor bor. Aniq, men misolchi to'xtagim kelmaydi buni. 5000 ligini bilmagan edim. 5000 tekin ekan. 5000 ta qaysi biriga ulgurasiz kirib chiqishga? Mana shularni chizib ketishgan. Xodimdan so'rasam, "Vdrug domdan masjidga qo'yib ketdim mashinani, ichida bu narsa yo'qolsa kim javob beradi?" desam, "Yo'q, aka, hali u narsa ichida ustida ishlanmadi" deyilyapti. O'zlarini olgim kelmayapti. Na bir kamera bor, na bir naves bor. Shunchaki mana shu polosani chizyapti-da, kimdir soqqani bosyapti. Ha. Siyosatni bilmayman-ku qanaqaligini. Mana bu ko'cha o'zi pulli parkovkasi bo'lsa, bitta polosasi qolsa, mashina yurishga qilinganmi bu ko'cha yo pulli parkovkaga qilinganmikan bu ko'cha? Hayron qolasan. Lekin zo'r bo'lar ekan, pulingni qo'yib to'laysan, yo'lni o'rtasiga, yo'lni chetiga qo'yib ketaverar ekansan. Agar mani fahmi ojizimcha. Узбеки захватили Нью-Йорк. Узбекский колорит захватывает Америку, в частности Нью-Йорк. Там открылся магазин с товарами и едой из Узбекистана. Теперь американцы могут попробовать настоящий плов, самсу, лагман и лепешки. По словам автора ролика, полки с пловом к вечеру полностью пустые. Местные в восторге от таких блюд, а наши соотечественники могут почувствовать родную атмосферу даже за десятки тысяч километров. Узбеки захватили Нью-Йорк.
Узбекский колорит захватывает Америку, в частности Нью-Йорк. Там открылся магазин. Siz anchadan beri guruchni upakovka qilib sotsammikin, mosh yoniga grechka qo'shaman deb o'ylab yuribsiz. Shu videoni oxiriga cho'giring, sizga manfaatli bo'ladi. Agar sizga manfaatli bo'ladigan bo'lsa, bitta yurakchan qizartirib, yaqin tanishlaringizga mana shu videoni jo'natib qo'yasiz aka. Va'da, qani ketdik. Mana sizga grechka. Mana sizga gurunch. Mana sizga shakar. Mana sizga loviya, mana sizga mosh. Hamma siz qiziqtirib turgan narsalarni 1 kilodan olib, upakovkaga razmerimizni topib, bitta shirli qadog'imizga solib, hozir dazmol ham qilib chiqdim. Hammasini dazmolladim, mana taylarni ko'ringlar. Dazmolladim. Agar siz dazmollayman, siz dazmol upakovka apparatni ham qidirmaysiz, o'zimizda bor ekan. Zo'r dazmol qilib, taylarni qarang, sifatli qilib beradi. Hammasining ichida 1 kilodan bor. Men sizga nima qilib beraman aka? Qarang, dizaynlarni o'zim bepulga qilib bersam, ichida qilib, Andijonlik, Namanganlik, Farg'onalik bo'ladigan bo'lsangiz, yetkazib bersam, uyingizgacha, ishlab chiqarish sexingizgacha. Yana nima kerak aka? Pechatli olsangiz 200 kilo qilib beraman. 5 pechat qilsangiz 50 kilo minimal zagas. Agar bitta rangdan foydalansangiz shunaqa, yo, uzog'i ikkita rangdan foydalansangiz, minimalkasini 100 kilo ham qilib beraman aka. Qayerdan topasiz mendaqa bolani aka? Sizga manfaatli bo'lsin deb grechkasidan tortib shakarigacha, loviyasigacha o'zim 1 kilolab qadoqlab ham ko'rsatdim. Aka, agar shu sohani endi qilmasiz, endi bo'lmaydi aka. Rivojlanish payti keldi. Qoplab ham sotasiz, to'g'ri, optimga ham sotasiz. Qancha do'konlar bor aka. O'zingizni brendingizni qilib deylik, masalan, quyosh deysizmi, alanga deysizmi, alanga gurunchlar yoki qanaqadir shunga o'zingizga mos deb turib, nomlaringiz sof turib, do'konlar tarqatgan aka, pulni tayda qolib ketasiz-ku. Men sizni o'ylamasam, kim sizni o'ylaydi aka? Ishni qiling tezroq. Men tayyor nima? Shpargalkalarigacha tayyorlab qo'ydim. Prosta sizdan qilish qoldi. Qanaqa savolingiz bo'lsa, lichkamga yoki ekran qarshisiga faqat erkaklar